Aslida ko'p gapirmayman. Ammo gapirsam, gaplarim yetarlicha. Videoni shu joydan to'xtatib chiqib ketishingiz mumkin. Chunki ko'p gapiraman. Agar hali ham shu yerda bo'lsangiz, boshlaymiz. Outlook. Vaqt o'tgani sari biz aqlliroq bo'lib boraveramiz. Qilgan xatolarimiz, ko'rgan kechirganlarimizning hammasi ko'p vaqt o'tmay ko'z oldimizdan xuddi kino kabi o'tishni boshlaydi. O'sha davrda tushunib yetamizki, biz xatolarni tuzatish uchun kurashmadik. Biz ularni chetlab o'tish yo'llarini tanladik. Natijada esa o'tmish bilan aloqalarni, yaxshi-yomon xotiralarni, nafratga aylangan sevgi yoki his-tuyg'ularni g'am ila eslashga mahkummiz. O'tmish yo'qotilgan va yo'qotilmagan mahum xotiralarimizdir. Hamma narsa biz o'ylagandek emas. O'zganing tuyg'ulari, xarakteri, munosabatlari, qalbi, bilasanmi nima? Biz haqimizda har qancha o'ylama, baribir asl murodimizga yetib bora olmaysan. Xuddi biz kabi. Biz ham sening asl murodingni bilmaymiz. To'g'ri, qo'polroqmiz, balki jahldor, lekin sen o'ylaganchalik emas. Qadr tushunchasi juda keng mavzu. Ayniqsa nima qilishing noma'lum bo'lganida. Ayniqsa o'zingning qarashlaringga qarshi borishga majbur bo'lganingda. Bu hayot. Unda yashar ekanmiz, istaymizmi yo'qmi, baribir uning yozilmagan qonun-qoidalariga ko'nishga majburmiz. Ey inson, unutmaki, bu olamni sen barpo etmagansan. Sening haqqing esa faqatgina Robbingdan berilgan vaqtinchalik hayotingdagi narsalardir. Qolgan barchasining o'z egalari bor. Yaxshi yashashimiz uchun aslida ko'p narsa kerak emas. Shunchaki qiyinlashtirilgan hayotni o'zimiz tanlaymiz. Hayvonning ehtiyojlari chegaralangan, ammo insonga bir g'or to'la oltin berilsa, yana shuncha oltin berilishini so'raydigan mavjudotdir. Ya'ni manfaatlarining cheki yo'q. Mo'jaz bo'lgan bu hayotning yorqin lahzalari faqatgina bir insonga bog'lanmagan. Ketgan baxtga achinma. Uni qaytarib olaman deya obro'yingni tushirma. Ketgan, ketdi. Eski xazonlarning o'rnini bahorning g'unjalari egallaydi. Jimlik ila yur. Har bir so'zingda ma'no izi sezilsin. Ma'noni izlash shart emas, shunchaki o'zingni hurmat qil, ehtiromli bo'l, siyratingga savlat ber. Tilingni ortiqcha va keraksiz so'zlardan saqla. Har narsaning ozi yaxshi, ko'paygani sari qadri pasayib ketadi. Insoniyatni qadrla, o'z xaraktering, o'z qarashlaring faqatgina o'zingga xizmat qilsin. Avvalo uni tekshir. Qaysi yo'ldaligingni aniqla, xatolaringni tuzat, o'tmishingdan dars ol, yaxshilik ulash. Har qanday xatoga yechim, har qanday dardga shifo bor. Qalbingni pokla. Tanangni ozoda tut. Hammaga mehribon bo'l. Olganing emas, berganing seniki shiorini o'zingga lozim tut. Ne'matlarning sadaqasini ber. Ko'zing bor, yaxshi narsalarni ko'r. Foydali bo'lgan ne'matlarga qara. Quloqlaringni fahshdan uzoqroq tut. Sochingni chiroyli olib yur. Barmoqlaringga ko'proq e'tibor ber. Ularning ish faoliyatiga nazar sol. Qanchalik mukammal yaratilganingning guvohi bo'lasan. O'yla, tafakkur qil. Bu olamning asl yaratuvchisiga ibodat qil. Kimligingni unutma. Kimnikiligingni unutma. Shukr qil. Har narsaning yaxshilanishi va berilgan ne'matlarning ziyoda bo'lishi shukr ne'mati ila bo'ladi. Shukr shunday katta ne'matki, uni shunchaki qo'lga kirita olmaysan. Eng avvalosi taqdiringga rozilik bildirishing ila boshlanadi. Agar ushbu ne'matga muvaffaq bo'lsang, bu ne'mat ila jannatga ham erishasan inshaalloh. Chunki mutafakkir bo'lgan Robbimiz shukr qiluvchilarni sevadi. Har qanday zarra yaxshilikning ham mukofotini mukammal qilib beradi. Isloh qil. O'zingni, o'zligingni isloh qil banda. Senga berilgan hayot ne'matini qadrla. Yo'qlariga sabr qil. Sabr ila eng go'zal ne'matlar keladi. Ne'matlarning qanday katta yoki kichik bo'lishi muhim emas. Eng asosiysi roziligingda.